Assalomu alaykum. Biyjonuz kanalining ashaddiy obunachilari, aziz obunachilar, 300 ga sotiladi yer. Ya'ni akamiz yer sotaman deydi, tayyor uylari bilan birga. Eng qiziq akalar, buloqdan suv oqib kelayotgan qishini yozib mana tiniq xolasangiz ichsa ham bo'ladi deyapti akamiz. Mana hovlimizning orqa tarafi, hozirga manzil tushuntirib o'tamiz. Narxi juda ham arzon. Manzilimiz Samarqand Eskijonboy tumani Beshsavit mahallasi. Ya'ni bu tarafdan Eskijonboy anosidan kurugidan 300 metr yaqin akalar, 300 metr kurukdan bu yoq 300 metr yaqin deyapti akamiz. Uyimiz akalar tayyor uy ham bor, ichasiga xolasangiz 2 bo'lib sotsa ham bo'ladi deyapti akamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, mana uyning orqa tarafi. Eskijonboyni ko'pchilik bilsa kerak, Eskijonboy mana kurugidan 300 metr uzoqlikda deyapti joyimiz. Mana tayyor joy, mana jannat joylar akalar. Ob-havosi mana tiniq. Tayyor mana hozir borib qolgan joylarni ko'rsatib o'tamiz. Kanalimizga yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini bosib qo'yishni unutmangizlar. Endi uy olaman degan tanishlarga mana shu videoni yuborib qo'yamiz. Mana ikkita uy bor akalar. Mana o'rta mana zabor tortilgan hovlimiz mana. Uyning oldi tarafi mana hovlisi. Mana bu yarmiga bida egilgan, qolganiga bemalol agrot qilsalaringiz ham bo'ladi. Obshi sutiga 40 sutik deyapti akamiz. Mana keling. Bu taraflarni ko'rsating. Hamma sharoiti bor. Xolasangiz mana mol boqasizmi, qo'y boqasizmi, tayyor mana molxonalari ham bor. Mana hovlisi katta, dehqonchilik qilingan mana. Gilozlar egilgan, mana daraxtlar egilgan, mevali daraxtlar, mana tayyor bedazor. Bu tarafga kartoshka eksalaringiz bo'ladi, u tarafga esa egilmagan, obshi sutik 40 sutik deyapti. Yana ham kelib olayotgan odamlar bo'lib olish mumkin. Xolasa mana ikkita uyni o'rtasini bo'lsa ham 2 kishi olsa ham bo'ladi deyapti. Narxini oxirida aytib o'tamiz. Narxi juda ham arzon akalar. Yaqinda gaz ham keladi deyapti. Keyin gazdan ham muammo bo'lmaydi. Bu yerda aristonlar qurilgan, suvdan muammo yo'q. 4 metrdan suv chiqadi deyapti akamiz. Mana oldin sal eskiroq uy bo'lgan, undan keyin mana yangi uy qurgan akamiz. Xolasa 2 kishi olsa bo'ladi akalar. Masalan, 2 kishi aka-uka bo'ladimi, bir tanish bo'ladimi, o'rtadan bitta zabor tortib, masalan 20 sutikdan bo'lib olsa ham bo'ladi. 2 kishi. Mana o'rtadan zabor tortib. Mana u tarafi fermer xo'jaligi, mana bu terakzordan u tarafi. Shu tarafgacha 40 sutik deyapti akamiz. Hozir mana uyda ichlarini ko'rsatib o'tdik. Akamiz uylar ham yevro remont bo'lgan ekan. 2 etajli uy, mana podvali ham bor. Tepa polni remont bo'lgan. Kelinchi operator ichlarini bitta ko'rsatik. Mana ariston deysizmi? Mana mevali daraxtlar hammasi gullab turibdi. Endi qiynalmaysiz. Mana gullar ekilgan. Shu zinadan chiqasiz, mana 2 etajli uy. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hamma uylar remont bo'lgan, yevro remont bo'lgan mana. Mana birinchi xonamiz, bu ham tayyor mana remont bo'lgan. Tayyor uy bilan sotiladi mana. Keyin uyimiz bu ochilmas ekan. Bu ham shu menimcha 4 metrlik uy, u ham yevro remont bo'lgan. Mana tayyor pol bo'lgan. Mana keyingi xonamiz, mana bu ham katta xona. Tayyor remont bilan beriladi mana. Tayyor mana aboylar qo'yilgan, tepalari mana chiroyli qilib remont bo'lgan, yevro remont bo'lgan, chiroyli qilib mana. Menimcha bu 4 xonadan 8 xona podvali bilan. Xolasangiz podvalni ham remont qilib, bu bemalol yashasangiz bo'ladi, mana tayyor ekan. Mana xolasangiz baniya ham bor, tayyor mana. Baniya qilayin demaysiz, molxona qilayin demaysiz. Daraxt egay, meva egayin demaysiz. Mana tayyor uy akalar. Kimdan kim olayotganlar bo'lsa akalar, pastga egalarini telefon nomerini yozib o'tamiz. Telefon qilaverasiz. Xolasa uyni yarmini bo'lib olsalaringiz ham bo'ladi. Obshi savdo qilib olsalaringiz ham bo'ladi. Narxini akalar akamiz kelishtirib bering deganim uchun $80,000 deyapti.
Hay yana ham sunnatiga bir nima o'tib beradi. Akamizga aytamiz. Manzilimiz Jomboy tumani Beshsaid mahallasi, imini Eski Jomboydan 300 metr uzoqlikda. Tayyor mana jannat joylar. Telefon nomerlar yozib o'tamiz. 80 ming dollar deyapti. Agar 2 bo'lib ham sotamiz deyapti. 2 kishi olayotgan bo'lsa 40 ming dollar, 80 ming dollar deyapti. Hay bir nima sunnatiga o'tib beradi. Tayyor akalar uyi bilan beramiz. Shu uyi o'zi 40 ming dollar desang bo'lar, uyni o'zini. Olayotgan akalar aloqaga chiqaramiz. Kanalimizga yangilar bo'lsa, mehmonlar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, bittadan like tugmachasini ayamaysiz umiddamiz, mehnatimiz qadrlaysiz umiddamiz. Aloqaga chiqamiz. Tayyor. Hamma narsasi tayyor uy sotiladi, ichkasi bilan.